Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarni yana kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Xo'p, milliy sertifikat misollarimizni tahlil qilishda davom etamiz. Bizga kosinus 1/2 ark sinus 4/5 minus 2 ko'paytirilgan ark katanginus minus 1/2 ko'rinishdagi hisoblang, trigonometrik hisoblang berilibdi. Demak, biz buni hisoblaymiz. Bizga ba'zida soddalashtirib kiritib olishimiz kerak. Misolda ishlashdan oldin ark katanginus juft ham, tog' ham bo'lmagan funksiya bo'lganligi uchun kosinus 1/2 ark sinus 4/5 turib turadi. Minus bu juft ham, tog' ham bo'lmagan funksiya bo'lganligi uchun pi minus ochamiz. 2 ko'paytirilgan pi minus ark katanginus 1/2 ko'rinishda ochiladi. Demak, qavslarning ichiga 2 ni xazma-xat ko'paytirib chiqamiz. Kosinus 1/2 ark sinus 4/5 yana turibdi. Minus buni ko'paytirsak minus 2pi plus bo'lib ketadi. 2 ko'paytirilgan ark katanginus 1/2 teskari funksiya. Ya'ni shu ko'rinishdagi soddalashdi hozir. Demak, minus 2pi ni oldinga o'tib, bu ikkalasini hozir yozib qo'yamiz. Demak, kosinus minus 2pi plus iloji bo'lsa qavsga yozamiz, plus bo'lganligi uchun. 2 ark sinus 4/5 plus 2 ark katanginus 1/2. Yani yangi ko'rinish hosil bo'ldi. Bizda bu kosinus minus 2pi ga qo'shiladigan bitta son bu xizmat qilyapti. Bu bitta biz alfa deb tasavvur qilsak, demak kosinus minus 2pi plus alfa bo'lsa, minus 2pi koordinatalar boshida turadi. Son qo'shilsa, birinchi chorakka o'tganligi uchun minus chiqarmaydi. Demak, hosil bo'lyapti. Nomi o'zgarmasdan kosinus 1/2 ark sinus 4/5 plus 2 ark katanginus 1/2. Xo'p, ko'rinishdagi ifoda hosil bo'ldi. Endi biz buni nima qilamiz? Endi bu alfa, bu beta qilib kosinus alfa plus beta, ya'ni qo'sh formasiga yozishga to'g'ri keladi endi. Demak, davom etamiz. Kosinus 1/2 ark sinus 4/5. Hop, bu alfa, keyin kosinus beta bo'lishi kerak formada. Kosinus beta 2 ko'paytirilgan ark katanginus 1/2. Endi minus bo'ladi ifodamiz. Xo'p, sinus 1/2 ark sinus 4/5 ko'paytirilgan yana sinus. Xo'p, 2 ko'paytirilgan ark katanginus 1/2. Xo'p, funksiya hosil bo'ldi. Ya'ni yoyvordik qo'shish formulasiga. Endi bu qarasak 1/2 ko'paygan bo'lganligi uchun yarim burchak formulasiga qo'yamiz. Yarim burchak formulasida ildiz ostida 1 plus bo'lib kiradi. Kosinus bo'lsa, bu argumentni 2 ko'paytirsak, xo'p, kosinus ark sinus 4/5 hosil bo'lyapti. taqsim 2. Xo'p, ko'paytirilgan. Endi bunga qaraydigan bo'lsak, kosinus 2 alfa bo'lib qoldi. Xo'p, kosinus 2 alfani tangenusli formulasidan foydalanamiz. Xo'p, tangenusli formulasidan foydalanamiz. 1 minus tangenus kvadrat alfamiz bu yerda ark katanginus bo'lyapti. Ark katanginus 1/2 taqsim 1 plus tangenus kvadrat ark katanginus 1/2.
hosil bo'ldi. O'rta minus. Endi sinusni ham shu yarim burchak formulasiga yoysak, bu ham ildiz ostida bo'ladi. Bir faqat minusdan kosinus 2 ko'paytirilgani uchun ark hop sinus 4 taqsim 5 taqsim 2 formulani ikkisi ildiz davom etadi. Endi bu sinusni tangenusli formulasidan foydalanamiz. Ikkita tangenus alfa bo'ladi. Ikkita tangenus alfamiz ark katangenus 1 taqsim 2 taqsim 1 plus tangenus kvadrat alfa. Alfamiz ark katangenus 1 taqsim 2. Xo'p, ana endi kosinus ark sinus 4 taqsim 5. Sinusimiz 4 taqsim 5 bo'lgan joyda kosinusimiz 3 taqsim 5 bo'ladi. Shuning uchun bu ark kosinus 3 taqsim 5 degani kosinus bilan ark kosinus qisqarib ketsa 3 taqsim 5 qolyapti. Demak, teng 1 plus 3 taqsim 5 taqsim 2 ildiz ostidagi formula qoldi. Endi ark katangenus 1 taqsim 2. Ark katangenus, ya'ni katangenus 1 taqsim 2 bo'lgan paytda tangenusimiz xo'p 1 deb berish kerak ayniyatga ko'ra, ya'ni ko'paytmasi 1 deb berganligi uchun tangenusimiz 2 bo'lib qoladi. Bu ark katangenus 1 taqsim 2 degani ark tangenus 2 degani. Demak, tangenus 2 dan 2 chiqadi, kvadrati bilan 4 chiqib ketyapti. Ya'ni 1 minus 4 taqsim ta'siri xuddi shunday bu 1 plus 4. O'rta minus. Endi xuddi shunday bu ham yana 3 taqsim 5 chiqadi. Ildiz ostida 1 minus 3 taqsim 5 taqsim 2 ko'paytirilgan. Bu yana 2 bo'lib chiqadi. 2 kere 2 4. 4 taqsim 1 plus 4. Hisoblaymiz. 5 kere 1 5, 8 taqsim 5 bo'lsa 2 qisqarib 4 taqsim 5, ya'ni 2 taqsim ildiz ostida 5 chiqdi. Bunisi minusdan 3 taqsim 5. Oldiga minus chiqarib olsak, xo'p 3 taqsim 5. O'rta minus. Bu o'zi 2 taqsim 5 edi. Demak, bundan 2lar mahrajda 2lar qisqarib 2lar qisqarib ketdi. Ildiz ostida 5 o'zi bu qarasak 4 taqsim 5. Xo'p, endi hisoblaydigan bo'lsak, bu minus 6 minus 4 bo'lsa minus 10 bo'lyapti. Bu degani minus 2 taqsim ildiz ostida 5. Irratsionallikni qutqarsak minus 2 ildiz ostida 5 taqsim 5 degan javob hosil bo'ldi. Xo'p, demak mana shu hisoblang formulasi, ya'ni hisoblang misolimizning javobi minus 2 ildiz ostida 5 taqsim 5 ekan. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Rahmat edi bolalar uchun.